Assalomu alaykum. Sizlarning bozorimizdagi ikinci filialimizda Orzora mo'sharimiz ham kelib qolgan. 296. Bu esa 50% kraskasi bor. Narxi 87-chi, narxi $850 bo'lsa mana shu mo'sharimizni beramiz. Endi 144. 144 mo'sharimiz 87-chi salonlarni yaqinroq ko'rsating. O'liklar o'ylab qo'yilgan salonlari ideal holatda. Salonlarni ko'rib, salonlari ideal holatda. Hech qanaqangi mo'sharimiz texnik ishi yo'q. 253 mo'sharimiz. Salonlarni qarang, salonlarni ko'rsating. Salonlari 144 253 mo'sharimizni bo'lgan narxi $1100 dan beramiz. Bo'lgan narxi. Yaqinroq endi ba'zi qimmati bo'ladi, g'arbi bo'ladi. 254 813 qachdi? Krafta termagan mo'sharimizga yaxshi holatda mana shu ko'rtiribdi. Ikkinchi kunlarimizda xudo xolasa ertaga yakshanba bozor o'tkazib, xudo xolasa 16-chi 15-chi mart kunlarida xudo xolasa kelaverasizlar. Xudo xolasa ishini bitmasa bozordan. Ikkinchi filialimizdan, birinchi filialimizda endi mashina chiqarib turamiz. Sizlar xohlagan stilda mo'sharimiz bor. Kelasiz, ko'rasiz, haydab ketasiz. Salomat bo'ling. Mo'shtin chiroyli holatdagi mo'shtinlar bilan ko'rib turibsiz mana. Mo'shtinlar akkuratli holatda.